Assalamu alaykum hurmatli Noqat Qarchi Motor kanalini qatnashchilar. Bugungi kunga 5 fevral 2023 biz bozor kuni Noqat shahrına keldik. Noqat shahrında ikkita bank ishlaydi. Şol yerda ma'lumot olib beramiz. Bizdan olsay like bosib komment yozib qo'yinglar hurmatli. Anda ketdik. Assalamu alaykum hurmatli Noqat Qarchi Motor kanalini qatnashchilar. Qarangizlar. Toshkentda bankka keldik. Toshkentda bankda 86 so'm 30 dollar 93 so'm 90 euro 120 rubl ekan hurmatli tuğanlar qarangizlar. Boshqa bank qarab, boshqa bankda ko'rishamiz. Kapital bank qarab, shu yerdan ma'lumot olib beramiz. Hurmatli tuğanlar, hozir Kapital bankka ketamiz. Bu Kapital bankda qancha ekan, shu yerdan ko'rishamiz. Bizdan olsa like bosib, kommentariy yozib qo'yinglar hurmatli tuğanlar, negativ yozib qo'yinglar. Hurmatli tuğanlar, biz hozir Kapital bankka keldik. Kapital bankda 86 so'm 30 dollar 94 so'm euro 121 rubl ekan hurmatli tuğanlar Kapital bankda. Bugün bozor kuni shunday bo'ldi. Qarangizlar. Hurmatli tuğanlar, hozir nima keldik? Qarangizlar. Pulamachilik joyiga keldik. 86 so'm 30 dollar 120 rubl o'zbek so'm 0.75 ekan. Qozoq tengasi 0.13 ekan. Hurmatli tuğanlar, qarangizlar. Hurmatli tuğanlar, bu valyutadan shunday ekan. Qarangizlar. 86 so'm dollar 120 rubl Qozoq tengasi 0.13 deyin, o'zbek so'mi 0.75 ekan. Hurmatli tuğanlar, qarangizlar. Hurmatli tuğanlar, shu bilan Noqat Qarchi Motor kanali sizlarga qo'shiladi. Doim omon tinch bo'linglar. Bugungi dam kuningizlar yaxshi o'tsin. Sog' salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Rahmatullohi va barakatuh demoqchimiz. Kimga kim tushgan qolsa tushki tomon tatib olsin. O'qigan peshin namozi qabul bo'lsin demoqchi. Buni Rossiyada yurgan, chet elda yurgan mukandashlaringizga quvonib xushvaqt kuningizlar bilan bugungi dam kuningizlar yaxshi o'tsin. Sizga like bosib, kommentariy yozib qo'yinglar. Assalomu alaykum.